Bugun bir bolani operatsiya qildim. Chamasi sendan 1 yosh kichikroq. Uni yuragi xasta edi. Ahvoli tobora yomonlashar edi. Hamma otangdan najot kutdi. Bola o'lgandan keyin qo'limni yuvish, uyga kelishga kuch topa oldim. Kechki taomni yeb, kulgili dasturni ko'rishga ham imkon topa oldim. Buni qanday uddaladim? Xo'sh, hatto omadsizlikdan so'ng ham buni qanday uddaladim, Jack? Chunki men bunga chiday olaman. Tanlama, Jack. Hal etma. Qahramon bo'lish kerak emas. Hammani qutqarishga urinish aqlsizlik. Chunki mag'lubiyatga uchrasang, alamingni ko'tara olmaysan.